Hayotda har doim ikki xil yo'l bor. Og'ir mehnat va oson mehnat. Og'ir mehnat ko'p vaqt, kuch va sabr talab qiladi, ammo natijasi halol, barqaror va qadri baland daromad bo'ladi. Osonroq mehnat esa insonning kasbiy mahoratini oshirib, uni haqiqiy mutaxassisga aylantiradi. Shu yo'l bilan inson o'z orzularini moliyaviy erkinligi bilan ro'yobga chiqaradi. Shu ikki yo'ldan ikkinchisini tanlab, Azizbek Avstraliyaga o'qishga ketyapti. Azizbek kelajakdagi kasbini mutaxassis sifatida rivojlantirishga intilmoqda. Uni tabriklaymiz va o'zidan mulohazalarini eshitamiz. Salom hammaga, men Azizbekman. Hozir Central Queensland University Melbourne kampusida biznes sohasini o'qish imkoniyatiga ega bo'ldim. Avstraliyada o'qib, o'z soham bo'yicha mutaxassis bo'lishni istayman. Shu yo'lda yangi tajribalar orttirish va o'z ustimda ishlash maqsadida Melbournega ketyapman. Universitet menga 25% chegirma taqdim etdi va keyingi 3 yil davomida bu grantni olish imkoniyatim bor. Agar siz ham Avstraliyaning top universitetlarida chegirma asosida o'qishni istasangiz, Everstudy jamoasiga murojaat qiling. Everstudy sizning holatingizni inobatga olib, albatta sizga yordam beradi. See you in the Melbourne. Peace out.